Higuain darvozaga yolg'iz yuguradi. Darvozabon atrofida dribling qiladi. Lekin Cristiano oyoqlariga uriladi va Higuain yerga yiqiladi. Yaxshilab qarang. Ronaldo hatto gol urishni ham xohlamadi. Higuain Cristianoning xatti-harakatlaridan butunlay vayron bo'lib ko'rinadi. Chicharito oldinga yugurib to'pni Arbeloga uzatadi va u gol urdi. Ronaldo uning ortidan keladi. Darhol jahli chiqadi. To'pni uzoqqa uloqtiradi va bayram qilishni rad etadi. Boshqa sahnada esa 80 soniyalik daqiqada hisob 1-1. James Morataga uzatadi. U to'pni burib yuboradi. Darvozabon uni mushlaydi. Keyin Morata to'satdan paydo bo'lib, golni uradi. Ammo Cristiano darhol chiziq hakamiga ofsayd ko'rsatdi. Hozircha bu faqat o'zini o'ylash emas. Yana bir sahnada Talisca gol uradi va Cristiano aynan shu harakatni bajarib, jamoadoshining golini bekor qiladi. Sadio Mane uzatadi. To'p to'g'ridan-to'g'ri yon darvozaga tushadi. Lekin Cristiano darhol bayram qiladi va o'ziga gol urishga harakat qiladi. Garchi to'pga tegmasa ham. Bu yerda ham xuddi shunday bo'lyapti. Brozovic uzatadi. To'p darvozaga tushadi va kim olqishlayapti bilasanmi? Cristiano Ronaldo. Yaxshilab qarang. U bir marta ham to'pga tegmaydi. Keyin Bruno uzatma beradi va to'p darvozaga kiradi. Cristiano yana nishonlaydi. Garchi hatto sochlari ham to'pga tegmasa ham. Va nihoyat gol Brunoga beriladi. Bu yerda uning jamoadoshi yana gol urdi. Ammo Cristiano to'pni cho'zib gol urishga harakat qildi va bu yerda uning jamoadoshi zarba beradi. Darvozabon allaqachon mag'lub bo'lgan. Ammo Ronaldo ataylab to'pni ofsaydda to'sib qo'yadi. Shunda jamoadoshi qahramon bo'lmasligi uchun o'yin